Safar. Adem Uskusa. So'nggi qism. Chililik yozuvchi va shoir Pablo Neruda she'rlaridan birida shunday deydi: Tobora yo'q bo'lurlar, odatlarga asir bo'lganlar, har kun bir yo'ldan yurganlar, dunyo qarashini o'zgartirmagan va kengaytirmaganlar. Inson bir marotaba odatlarining asiriga aylansa, zamon o'tishi bilan hayotning mazmunini yo'qotadi. Hayotimiz esa bir xil ko'rinishda davom etgan oddiy holatga aylanganida esa dunyo bizga tor bo'la boshlaydi va har doim bir umid bilan yo'l izlaymiz. Xuddi mana shunday hollarda sayohat bizlarga yordam beradi. Chunki sayohat insonning ruhiga yangi bir ruh, joniga yangi jon bag'ishlaydi. Ba'zan esa uzun zamonlardan buyon unutilgan ozodlik tuyg'usini yangitdan tottiradi. Men ham bir muncha vaqt mobaynida sayohat qilib kelmoqdaman. Bugun esa sizlar bilan har tomonlama juda chiroyli bo'lgan Skandinaviya o'lkasiga sayohat qilamiz. Sharqiy, g'arbiy va markaziy Yevropa davlatlarini ko'rganimdan so'ng Shimoliy Yevropaga sayohat qilish men uchun boshqa ishtiyoq uyg'otdi. Ayniqsa, kunduzi kemada sayohat chog'ida palubadan moviy osmonni tomosha qila turib, hayot nafasini his qilaman. Bu sayohat ham boshqa sayohatlarim kabi menga yangi qirralarimni ochadi. Misol uchun, g'arb deganimda zehnimda jonlangan narsa faqatgina umumiy ma'lumotlardan iborat ekanligini bildim. Aliya Izzatbekovichning 1997-yili Eronning poytaxti Tehronda bo'lib o'tgan Islom tashkiloti konferensiyasidagi nutqi u yerdagilarni ancha hayratga solib qo'ygan edi. Aliya nutqining bir qismi quyidagicha: Fikrimni ochiq izoh qilganim uchun aybga buyurmaysizlar. Shirin yolg'on hech qachon bizga yordam bermaydi, lekin achchiq haqiqatlar dori bo'lishi mumkin. G'arb depressiya yoki degeneratsiya emas, balki o'zini aldagan kommunizmning chirigan g'arb tashviqoti o'z samarasini berdi. G'arb chirigan emas, kuchli, uyushgan va bilimli. Ularning maktablari biznikidan yaxshiroq, shaharlari biznikidan tozaroq. G'arbda inson huquqlari yuqori, kambag'al va nogironlarga ijtimoiy yordam ko'rsatish yaxshi rivojlangan. G'arbliklar asosan mas'uliyatli, oddiy insonlar. Faqat men bularning nozik tomonini ham bilaman va bu mening e'tiborimdan chetda qolishiga yo'l qo'ymayman. Islom eng mukammal din, lekin biz unga munosib bo'la olmayapmiz. Bir ikki xususiyatni bizlar har doim bir-biri bilan aralashtiramiz. G'arbdan nafratlanish o'rniga raqobat qilishni o'rganishimiz kerak. Norvegiyaning poytaxti Osloga ketayotganimda islom olamining muhim insonlaridan biri Aliyaning ushbu nutqini eshitdim. G'arb haqida musulmonlar ongini larzaga keltirgan bu nutqda aytilgan narsalarda haqiqat bor ekanligini Yevropaning shimolidagi Skandinaviya davlatlariga sayohatda anglab yetgan edim. Men ilgari Skandinaviya yarimorolida Daniya, Finlyandiya, Shvetsiya kabi davlatlarning poytaxtlarini sayohat qilganman. Stokgolm, Kopengagen, Helsinki go'zal shaharlar edi. Lekin men ko'p yillardan buyon Norvegiya va poytaxti Oslo haqida ko'p eshitgandim va ko'rishni juda xohlardim. Norvegiya musulmonlari. Osloga kirishim bilanoq yorug'lik va kenglikni his qildim. Nordmarka tog'i etaklari va Norvegiya dengizi sohilidagi barpo etilgan ushbu shaharcha tabiat qo'ynida yashab kelmoqda. Oslo kapitalizmning cheksiz ochko'zligiga ko'ra emas, balki o'z ehtiyojiga ko'ra rivojlangan. G'arbdagi ko'pgina shaharlarda kuzatilgan tabiatni bo'ysundirish harakatining o'rniga Osloda tabiat bilan uyg'unlik ichida yashash tushunchasi bor edi. Dengiz va shahar uyg'unlashgan sariq va yashil ranglar orasidagi daraxtlarning chiroqsimon ko'rinishi va uyg'unligi mening Oslo haqidagi dastlabki fikrlarim edi.
Hududi Turkiyaning yarmiga teng bo'lgan Norvegiyaning umumiy aholisi 6 millionga yaqin bo'lib, aholining 650 mingi Osloda yashaydi. Boshqa g'arb davlatlaridan farqli o'laroq monarxiya bilan boshqariladigan davlat. Qirol esa protestant cherkoviga mansub bo'lishi lozim. Hokimiyatni qirol va bosh vazir boshchiligidagi vazirlar kengashi boshqaradi. Mamlakatda qonun ustuvorligi va barchaning qonun oldida tengligiga katta ahamiyat beriladi. Korrupsiya Norvegiyada eng jirkanch jinoyatlardan biri bo'lib, hukumat amaldorlari qonun yoki sud jarayoniga aralasha olmaydi. Iqtisodiy va huquqiy sharoitlarini Yevropanikidan yaxshiroq deb hisoblagan norvegiyaliklar Yevropa ittifoqiga kirishdan bosh tortmoqda. Norvegiya musulmonlar soni ortib borayotgan davlatlardan biri. Ko'proq Pokiston, Somali, Turkiya, Marokash, Bosniya va Gersegovina, Kosovo va Albaniya kabi islomiy davlatlardan kelgan musulmonlar istiqomat qiladigan Norvegiyada musulmonlar mamlakat aholisining 3% tashkil qiladi. Poytaxt Oslo musulmonlarning eng ko'p istiqomat qiladigan shahar bo'lib, so'nggi yillarda islomni qabul qilgan norvegiyaliklar soni 3000 dan oshdi. Mamlakatda musulmonlarga qarashli 100 dan ortiq uyushmalar faoliyat ko'rsatib, ular 1993-yilda Norvegiya Islom kengashi nomi ostida birlashgan. Barcha g'arb davlatlarida bo'lgani kabi, Norvegiyada ham islomga qarshi bo'lgan guruhlar mavjud. Ommada qiziqish uyg'ota olmagan bu guruhlar ba'zan islomga qarshi piketlar uyushtirib turadi. Shahardagi port hududi. Osloga sahar vaqti yetib kelganimiz uchun mehmonxonaga joylashib bo'lgach sayohatimizni boshladik. Oslo ko'chalariga chiqib aylanishga juda shoshildim. Mehmonxonamiz qirg'oqqa yaqin bo'lgani uchun aylanishni birinchi bo'lib port hududidan boshladim. Bu yerlar mashinalar uchun yopiq bo'lganligi sababli bemalol qirg'oq bo'ylab yurishingiz yoki skameykada o'tirib dengizni tomosha qilishingiz mumkin. Manzarasi go'zal va havosi toza. Bu holat fikrlarimni jamlab olishga yordam berdi. Keyin bilsam, Norvegiyada odatda benzin ishlatilmas, kemalar ham dizelsiz bo'lar ekan. Bu mamlakatda avtomobillar va qayiqlar asosan elektr energiyasi bilan ishlaydi. Tabiatga bunday g'amxo'rlik norveglarga toza havo va musaffo osmon bo'lib qaytadi. Go'zal qayiqlar bilan bezalgan sohil bo'yidagi yam-yashil tepalik ortidan ertaklardagi qasrlarga o'xshash bino ko'rinadi. Bu Akershus qal'asi bo'lib, shahardagi eng qadimgi binolardan biri. Port hududining sharqida joylashgan qal'a 12-asrda qurilgan. Hozirgi kunda ichida cherkov va harbiy muzey bo'lgan Akershus qal'asi port va atrofidagi manzarani tomosha qilish uchun chiroyli maskandir. Qal'aga ters yurganingizda qarshingizda qizil rangli Oslo hokimiyat saroyiga duch kelasiz. Oslo hokimiyati saroyidan so'ng shaharning eng gavjum joylari Aker Bryuggega yetasiz. Marinalar yonida joylashgan Aker Brygge shaharning zamonaviy qiyofasini aks ettiradi. Bu yerdagi qator tizilgan kafe va restoranlar ko'zingizga chiroyli ko'rinsa ham aldanib qolmaslik kerak, chunki Aker Brygge hududi ancha qimmat. Royal Street va kumushxonalik Mehmet. Port hududi va Aker Brygge sayohatimizdan so'ng bu safar keling, shaharning ichki qismlarini o'rganamiz. Port hududidan markaziy vokzal tomon yurganingizda Oslodagi eng mashhur joy Royal ko'chasiga duch kelasiz. Ko'chaning bir uchi markaziy vokzalga, ikkinchi uchi esa qirollik saroyiga olib boradi. Kun bo'yi gavjum bo'lgan bu qirollik ko'chasi kafe, restoran va do'konlar bilan gavjum. Oslo parlament binosi va Milliy teatr kabi ramziy binolar ham shu ko'chada joylashgan. Royal ko'chasining atrofi ko'plab bog'lar bilan o'ralgan. Shu sababli Royal ko'chasi bo'ylab sayr qilganingizda o'zingizni keng yashil o'tloqdan o'tayotgandek his qilasiz. Uzun ko'chaning oxirida paydo bo'lgan qirollik saroyi shaharning eng ajoyib binolaridan biri bo'lib hisoblanadi.
Bu qirollik saroyi biroz boshqacha. Xalq uchun va turistlar uchun ochiq bo'lgan saroyning na devori, na panjarasi va na to'siqlari bor. Yam-yashil hududda joylashgan saroydan bugungi kunda ham qirol va uning oilasi foydalanadi. Osloda bo'lgan vaqtimda men Royal ko'chasiga ko'p marotaba borib keldim. Bir kuni ko'chadan o'tayotganimda, ko'chada kichik do'koncha ochgan bir bolani turkka o'xshatganim uchun yoniga borib salom berdim. Mening salomimga alik olgan bu bolaning chehrasi birdan ochilib ketdi. So'ng u yigit bilan tanishdim. Kumushxonalik Mehmet Denizli Pamuk Qal'a universitetida xalqaro munosabatlar bo'limi talabasi ekan. 40 kun oldin pulsiz sayohatga chiqqan 21 yoshli Mehmet avtostop orqali Yevropa davlatlariga sayohatga chiqqan ekan. Mehmet o'zi yasagan bilaguzuklarini sotib kunlik oziq-ovqati va yotoqxona pulini topib yo'lida davom etardi. Men ham Mehmetdan bilaguzuk sotib oldim. Menga bu yo'lni, sayohatni, jasoratni, qanoatni va mehnatni eslatib turgan bu bilaguzukni esdalik uchun saqlab qo'ydim. Kichik Pokiston va mamlakatning mashhur fyordlari. Skandinaviya yarimorolining eng go'zal shaharlardan biri bo'lgan Oslo, albatta, men aytib berganlardangina iborat emas. Misol uchun, markaziy vokzaldan boshlab o'ng tomondan davom etgan joy Kichik Pokiston deb ham nomlanuvchi Gronland hududidir. Gronlandda asosan shahardagi migrantlar yig'iladi. Turli mamlakatlardan kelgan odamlar Osloga o'z madaniyatini olib kelishdi va shahar ruhini boyitishdi. Oslo orqali o'tadigan Aker daryosi ham Gronland mintaqasida. Aker daryosi bo'ylab shaharning orqa ko'chalari tomon yurganingizda Oslo xuddi o'rmon ichida barpo bo'lgan shaharga o'xshab ko'rinadi. Aker daryosi bo'ylab shaharning orqa ko'chalari tomon yurganingizda Oslo xuddi o'rmon ichida barpo bo'lgan shaharga o'xshab ko'rinadi. Oslo xavfsiz va musaffo. Ko'chalarni aylanar ekansiz, vaqtni qanday o'tib ketganini bilmay qolasiz. Shu sababli Skandinaviya go'zali Osloni hech qanday reja va tayyorgarliksiz aylanishingiz mumkin. Osloga sayohat qilmoqchi bo'lganlar uchun bir qancha tavsiyalarim bor. Yanvar, fevral va mart oylari Oslo juda sovuq bo'lib, odatda qor yog'adi. Iyul, oktyabr oylari orasida shaharda havo bulutli va yomg'ir bo'ladi. Osloga kelish oylarida harorat odatda 20 gradus atrofida bo'ladi. Oslo ham dunyodagi eng qimmat shaharlardan biri hisoblanadi. Shu sababli Osloga borganingizda tadbirli bo'lishingiz va duch kelgan yerdan oziq-ovqat yemasligingiz kerak. Men ko'proq ko'chada arab va turk restoranlaridan taomlandim. Osloda bo'lsangiz, bu yerning go'zal fyordlarini ham mutlaqo ko'rishingiz kerak. Do'stim Solih Battalbosh bizni Norvegiyaning go'zal fyordlari va ajoyib sharsharalariga olib borganligi uchun unga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Fyordlari eng chiroylilari Flam shahridagilari edi. Norvegiyada ko'rgan sharsharalarimdan Tivinde sharsharasi bo'ldi. Aytgancha, agar siz boshqa shaharlarni ham aylanmoqchi bo'lsangiz, albatta Bergenga tashrif buyuring. Norvegiyaning ikkinchi yirik shahri Bergen yam-yashil tabiati va ajoyib uylari bilan e'tiboringizni jalb qilishi shubhasiz. Nima uchun insonlar Norvegiyada yashashni xohlashadi? Bugungi kunda Norvegiyada yashash ko'pchilikning orzusi. Xo'sh, nima uchun odamlar Norvegiyada yashashni xohlashadi? Endi bu savolga javob topishga harakat qilaylik. Norvegiyada jinoyatchilik ko'rsatkichi juda past bo'lishi bilan birga, o'g'rilik, tovlamachilik va korrupsiya kabi jinoyatlar deyarli uchramaydi. Rasmiy idoralarda ish vaqti bor yo'g'i 6 soatni tashkil etadi. Amaldorlar o'z oilalari va tabiatga ko'proq vaqt ajratishlari tavsiya etiladi. Chunki mamlakat ma'muriyati baxtli va osoyishta davlat xizmatchilari kam mehnat bilan ko'proq samaraga erishadi deb o'ylaydi. Norvegiyada o'qishni xohlagan insonga davlat har tomonlama yordam beradi va ta'lim mutlaqo bepul.
Mamlakatda ta'lim raqobatga asoslanmagan bo'lsa-da, ta'lim insoniy fazilatlar va bilim bir vaqtning o'zida rivojlantirishga harakat qilinadi. Ishsizlik darajasi 2% atrofida bo'lgan mamlakatda ishlamaydiganlar odatda ishsizlik nafaqasi bilan yashashga o'rganib qolgan dangasa odamlardir. Norvegiyada davlat harakat va iste'dodga katta ahamiyat beradi. Mashhurmisiz, yo'qmi? Kitob yozishni xohlasangiz, kitobingizni yozib bitirguningizgacha davlat sizga maosh to'lab beradi. Kitob yozish mobaynida qanday tirikchilik qilaman, bolalarni qanday boqaman deb o'ylamaysiz. Men bular haqida eshitganimda aqlimda bizning yurtimizda ham shunday bo'lishini xohlardim deb o'ylamaslikni iloji yo'q. Norvegiyada bir hunar, kasb yoki san'atni bilganlar universitet bitiruvchilaridan ko'ra ko'proq maosh oladi. Norvegiyada ko'p qavatli binolar qurishga ruxsat berilmaydi. Agar siz yangi bino qurmoqchi bo'lsangiz, Norvegiya an'anasiga xos va ko'p qavatli bo'lmagan binolarni qurishingiz kerak. Aslida nafaqat Norvegiyada, balki barcha Skandinaviya mamlakatlarida shaharlar va qishloqlar nihoyatda tartibli. Bu mamlakatlarda ko'p qavatli, shaklsiz binolarni uchratmaysiz. Skandinaviya mamlakatlari bo'ylab sayohat qilganimda shaharlarimiz qanday qirg'in qilinganini juda ham yaxshi tushundim. Norvegiya qamoqxonalarida mahbuslar kam bo'lsa-da, mamlakatdagi mahbuslar anchayin huquqlarga ega. Qamoqxonalar jazodan ko'ra ko'proq odamlarni davolash va qayta integratsiya qilish uchun qurilgan. Norvegiya qamoqxonalaridan ozod qilingan mahbuslarning takror jinoyat sodir etish darajasi 16% ni tashkil etgan bo'lsa, boshqa g'arb davlatlarida bu ko'rsatkich 80% ga yaqinlashadi. Bundan tashqari, dunyodagi eng hashamatli qamoqxona Norvegiyadagi Halden qamoqxonasidir. Oslo yaqinidagi Halden orolida mahbuslar imkon qadar odatdagidek hayot kechirishadi. Bu yerda mahkumlar uchun hatto cheksiz internet ham mavjud. Ekzistensial inqirozning yagona yechimi. Garchi butun dunyo bo'ylab ko'plab insonlar ta'lim, iqtisodiyot va huquq kabi sohalarda ancha rivojlanganligi sababli Norvegiyada yashashni xohlasalar ham, Norvegiya o'z joniga qasd qilish bo'yicha oldingi qatorlarda turadi. O'z joniga qasd qilishning bunday ko'rsatkichi ikki sabab bilan izohlanadi. Bizning jamiyatlardan farqli o'laroq, Norvegiyada ikki tarafli munosabatlar uncha rivojlanmagan. Odamlar kerak bo'lgandagina bir-birlari bilan muloqot qilishadi. Yana bir sabab, norvegiyaliklar boshdan o'tkazayotgan katta ekzistensial inqiroz, aholining 70% rasman nasroniy bo'lsa-da, ko'pchilik norvegiyaliklar hech qanday dinga e'tiqod qilmaydi. Mamlakatda turmush tarzi qanchalik yuqori saviyada bo'lmasin, suyanadigani bo'lmaganligi sababli hayotdan bir ma'no topa olmaydilar. Mamlakatda o'z joniga qasd qilish darajasi eng past bo'lgan jamoa musulmonlardir. Bu holat islom dini kechagidek bugun ham butun insoniyatga chinakam saodatni taqdim etishda davom etayotganini ko'rsatadi. Taskin kitoblar nashriyoti